siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishimdan Nabijala. Bugün yeni bir program işleydim. Bugün hem de asaslığı şu ailem nerede dep bir şekilde şu tema aslında namoyish qilayotgan İstanbul'ni merkez qilgan Anqaradimi bir mezgil bulup cheklama uchrab Xitoy elchixonasi oldida va boshqa yerda qarindoshlarimizni normal shaklda namoyish qilish ahvollari cheklama uchrab ahvollar bo'ldi. Uni hammamiz Facebook'lardan ko'rgan bo'ldik. Shunday bo'lsa, o qarindoshlarimiz yana o'zining kuchidan yetishicha har xil shaklda o'zining faoliyatlarini ilib beryapti. Alloh Anqaradagi olsun, mayli İstanbul'da bosh olsun ve dünyanın her qaysi yerlerde ailem qayerda degan şekilde o'tirib chiqib mayli Xitoy konsulxonasining oldi, mayli bir şekilde mühim o'zi ruxsat olgan o'rinlarda Xitoyga qarshi noroziligini bildirib namoyish qilishi va oilam nerede deb oila orqali buni tema qilgan asosda oilam nerede deganning keynida dunyoning insonligiga bir savol qo'yayotganligi hemimiz körüp duruyoruz qarindoshlar. Dünya bugünkidek iqtisod bir şekilde nait mühim o'rinda qo'ygan, Xitoyning virus taxtishi sababli bütün dünyanın iqtisodi cho'kkan, sizlik avg'an, davlatlar o'zining iqtisodini qutuldirish uchun nurg'un mablag' silish orqali davlatning iqtisodini ko'taramiz deb avarolayotgan bir şekilde Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikka nisbatan dünyanın menfaat noktasidan sükturuşu ve bir şekilde bir işit tonlap kep kalsa müştabda da onu bütün televizorlara çıkarıp onu kutulduruz için onu püylep kıp gitip ağa insanlıkını televizorlarda maktap közü işip kılıp atkan diktatörlerini görüyoruz. Ama bizden Şarkı Türkistan'da ata-anamızın nereliğini bilinmey, müşahede puçulunda muhaciret yaşavatkan ve ülep gitip ağan ata-analarımızın xəbərini anlap neçə aydın keyin andın dikin anlasak namazını çürə alavatkan bir əhvalasıda yaşavatkan Şərq Türkistan xalqiga nisbeten dünyanın bir şekilde sükut tuturuşu ve dadıl qədəm ilip Xitayga karşı hərəkət qılanmasının özü bu bir insanlıq qoyulatkan sual. Ailem qayerdə de bugün bizden başımıza kelgen gün Xitay virusunu bütün dünyaya taqitib, bütün dünyanı palyaçalığı çürüp, bugün senin iqtisadını çök getirgen boz, bugün cining'i zaman qız qanday qilsa. Bugün şu tapanmagan, şu işsizlik avıgan ahvalın, yani şu keselinin, yani Xitayning virusunun sebebini ülevatkan insanların sani nurgun körevatımız. Kuniga neçə min adamның oylavatqanlığı dünyanın hər qaysı yerlərdə bo'lib. Körevatımız. Hatta bizden Şivsiyada mı 200-300 adam ölgen küller bulavatıdı. Bugünkü günde de yokumlaş nimesi biraz tüven güçken bilen ama tehe bir şekilde Şivsiyanın iqtisadi mı naide davalgıç halette devlet meblağ çıkarıp şirketlerini kutulduruz için çoğu meblağ silavatqanlığını bugün körep duruvatımız. Muştak ahvalası da muştak bilgen iqtisadını kaygen Xitay sebebidin kaygen bu bizim Uygurluğun Şarkı Türkiston'dan bir şey gelgendek senin hayatını kelse, senin uruk-tukallarını ağrı vetse, ballarını ağrı vetse, senin erlerini turmağa kirip öldürüp vetse, ayallarını toğmaz kılıvetse, sen kanda kılırsa, insanlar nerede? O turmalarda horluk çuravatkan ayarlarının izzet, ippet, hürmeti nerede? Diyen şekilde halkımızın üzünün uruk-tukallarının resimlerini, üzünün yakınlarının resimlerini, üzünün alim ülemalarının resimlerini götürüp çıkıp ailem nerede de vaqrab koşuları yığıp tökülüşünün üzü bir şekilde insanlara ailem nerede degenin keyinde manın det elimi nime manın bir şey köygen gün bizning bişimiz kim qasqanda qılmız muştab Xitayning taqatqan virusu sebeplik şunu mu düşünenmevatqan bu galdıguldun bixot aletki dünyaga biz yana o'tirg'i chiqib o'zimizning
xalqimiz u yerda qirilib tugayotgan, o'zimiz bu yerda pidokorlik ishimizni tashlab, vaqtimizni chiqarib, bir muncha pul sarf qilib, kira qilib, Xitoy konsulxonasining oldida qilayotgan harakatga nisbatan umumyuzlik bu yerda nayt to'g'riligini, dunyogacha o'zimizning ovozini yana bir shaklida anlatayotganligimizning neticesi deb qarayman. Buning uchun pidokorlik qilayotgan bo'lsin, mayli kim boshlasin, kim o'tirg'i chiqib qilgan bo'lsin, hammasi o'zining bir insonlik, bir Sharq Turkistonlik, bir Uyg'urlik, bir farzandlik, bir otalik, bir joy balalik majburiyatini ado qilayotganligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Bu pidokorlik bilan bo'ladi. Pidokorlik bilan. Dunyoning har yerida yashayotgan odamlar hammamiz o'tirg'i chiqanmidik. Qisman qarindoshlarimiz bir shaklda Yevropada bir şeklimizde boğallığı için insanların 8 bizden şivsiyeli 8 edenden artık neyim kılmazlık degen bir kayıtla varmış. Tekviye bir iltimas kıldığında tek vaktimiz zamanımız yapmadı. Bunu kılımız inşallah. Kılımız kırındaşlar. Bütün dünyanın yeri hem yeri de meyli İstanbul başlık bütün şaraiti var şehirlerde olsun. Anan dinkin Japonya, Kanada, Amerika, Avustralya, Germaniya, Belgiya, Norvegiya qatarlıq dövlətlərdə tuştun bunu uluşub avaz beriş arqılı ailəm nerede şekilde oturğa çıxış nayt yaxşı fəaliyyət bulavıqdı qarindaşlar. Bununla bilan hər adam şu işini vaxtını acırtıb turub qısa bu pidokorlik olğan buludu qarindaşlar. Bugünkü səplərdən bugünkü mən bir Facebookda bir resim gördüm, azraq bir nimi çıxırıb qoydum. Bir Harvard'da ottağan bir hanım hemşirimizin İstanbul'daki namayişte bugün aşı resmini tutup ailem nerede degen şekilde tutup bir görünüşünü gördüm. Nayet tesirlendim. Bir milletinin anıları, hanım kızlarının cesareti, şu meydana çıkışı, aynı körüp duruptumuz, şu hazır 9 guvalık vergen Xitay türmüsüde lager deyitip çıkan 9 guvaçının köp sallık Ömer Bakali'den başka hemimiz ayal hikayeliği oturdu akırımızda. Şu ayal kerindaşlarımız şu merdanlıkla oturup çıkıp Xitay'nın tecavüzlükünü, Xitay'nın Şarkı Türkistan'a kılavatkan kırgınçılığını, Xitay'nın türümlerde insanlarını insan tesvirliksiz şekilde kılavatkan zulümlerini özünün beşidin ütkününü birleştirip aşağıda kokmay, dadıllık bilen içip takip berişi bugünkü şekilde halkara metbuatlarda kütletip kelavatkan ne mesele şu. Şunun için biz uyaga chiqqan chiqmig'inning bayroq ko'tardi o'tdi butdi bizning davoni quyuqlandırdi degan gap munozirdan boshqa qarindoshlar. Biz unda fikr bergan qarindoshlarimizni qo'llaymiz. Chunki uning fikri o'ziga nisbatan o'rinliq bo'lsa, u fikr erkinligi va fikr erkinligi yomon davron qilinayotgan bir vaziyatda turyapmiz. Ammo biz shuni his qilishimiz kerakki, bu bir vosita. Qilayotgan ishimiz bir vosita. Bir şekilde dünyanın dikkatini, üzümüz turvatkan şehirdeki insanların dikkatini texmi şekilde köngül beriş için, texmi bizge bir şekilde bu gün tertipte texmi turalış için ve bir şekildeki Şarkı Türkistan'daki halkının avazı buluş için biz her şekillerini paylaşımız bu bek mühim. Bu vasıtalarını paylaşımız mühim. Nişan başka, vasıta başka arkadaşlar. Nişan bilen vasıtını arlaştırırsak, ya ki onu karıştırırsak, ya ki onun vaxtını, işletiş orunu bilenmesek diyor degende biz ziyan tartıp kalmayız. Biz uğruşlu məğlub boğan insan emez. Şarkı Türkistan halkı uğruşlu məğlub bulmadı. Siyasetli məğlub bulur. Çünkü siyasetini bilmegeldiğimiz için, kayada vasıtını, kayada nimini işletişini bilmegeldiğimiz için, hemimiz yüzümüzden kıllık gelgen düşenç küçük gide kaldık. İşimiz bilen oturup çıkıp tat kamlaşmayan gepne, kamlaşmayan yerde dep koyğaldığımız için, yakınmasa yüzümüzden menfaatini üstel yüzde kanda kılışını, İnsanlık kandan bildirişini, uslupni, metodni bilmegenligimiz için biz cık narsa tutturup ettik. Şunun için qarindaşlarımızın meyli hemşehrilerimizin kiyinişi gibi şekilde bayraklık şarpılığına atıfılığın degen bolsun. Yakımız bayrak kütemeyitirip siz hazır ma uyuqtu kalırım degen nerede degen bügenki temiga ekeleyle diş olsun. Bu yolluk talep. Bu ne? Bayrak kütemegenligimiz, biz müstakilligimizni tanıganligimiz, bizning siyasetimizni yoki bo'lmasa davarimizni suyuqlashtığımız deb mandaq iboralarni qo'llanishdan burun to'xtab tur. Ma qernishim mayunibdi. Buni suyuqlanib ketmaslik uchun davaning men qandaq pidokorlik ko'rsataman, men qandaq xalqning ideologiyasini to'g'rilayman. Bu bir vositaken. Bu vositadan qanday foydalanamiz, qanday dushmanimizga zarba beramiz, qanday Xitoyni chiqirtamiz
degan nuqtada o'ylatsak, nayt yaxshi bo'ladi deb o'ylayman qarindoshlarim. Shuning uchun biz qilayotgan ishimiz usulida turayotgan davlatimizning siyosati va şu yerdeki meyli öktüş partiye olsun, meyli şu siyasetini, şu devletinin nimisini künterlik ekleş için, şunun için münayız kalla oynatsak, fikir kısak. Kandak şekilde biz üzümüz tuğan devletinin, bugün Xitay, Türkiye hükümetinin Şərq Türkistan davasının kendi tuğuzanmaydıgan, turanmaydıgan yerge ekilerledi. Onda olsa biz xalqni qanday qilib bizning da'varımızın kendi turdigan alet ekilerleymiz. Biz nima uchun xalqni keynimizga olmaymiz? Bütün Xitay, bütün 80 milyon Türk xalqini setib olmaydi. Bütün Xitay 80 milyon Türk xalqini oldiyanmaydi. Onun için aldanmagan bir Türküm, aldananmaydigan bir Türküm qarindoshlarimiz nima uchun biz keynimizga olmaymiz? Degan nuqtada biz bunun için kalla işletsek, bunun için oylansak, bunun için ularni texmbek meydanımızga birli şekilde qo'ltishib etkazsak, texim yaxshi bo'ladi. O'ylayman qarindoshlar, Yevropada ve Amerikada ve başka yerde Türkiye'deki o'xshash xalqni keynimizga olmaymiz. Hükümetni alalig'an bilan xalqni keynimizga olmaymiz. Unda sharoitimiz, unda qandoshligimiz, unda dindoshligimiz, uning qalbiga chikadigan başka yerimiz yo'q. Faqat insonlik nuqtasidan ular xitob qila olamiz. Ama o xitobimiz cheklikda ayrilib qoladi. Ama bizning asosimiz var. 50 yildan beri biz yashayotgan Turkiyada mayli dinniy jihatdan bo'lsin, mayli milliy jihatdan bo'lsin, mayli amjingizning, tag'ingizning o'g'li biz deb turib bo'lsinmi, biz ularga anglata olamiz. Biz Türk xalqini qo'zg'ata olsak, Türk xalqining keyinda 200 milyon, hatta 300 milyon Türk xalqini qo'zg'ata olamiz. Bizga 300 milyon Türk xalqining bizga 50 milyon ergish berasizmi? Bu cho'ng bir siyosiy harakatga atılını alayımız qarindoshlar. Şunun için Xitayning qo'rqayotgan nuqtasi Türk xalqining Şərq Türkistan davasının keyniga o'tishi ve aşağıda ko'rib turibdik, aynan 12-yilning oxiri İstanbul nimining oldida bütün ommaviy tashkilotlar, bütün Türk nüfuzlu cemaat erbapları tuştun kündü şu yerga kelib oluşu ve şu yerdeki qarindoshlarimizni har xil partiyalardan destekleşi bilan qanday bo'ldi deganda Xitoy valilik orqali bu şekilde biz kelishib ularning derdini anlaymiz degan süliga akilarlagan bo'ldik. Chunki akilardik sebepler asosli sebep mening tushunishimda Türk xalqining bizning yinimizda bo'lganligidan ensirdi Xitoy. Shuning uchun bizni o şekilde aldı. Shuning uchun bugungi oilam nerede? Mening qutqanlarım qani deb o'ttirg'i chiqishimiz bu bir inayet yaxshi tema, yaxshi bir kuchlanayotgan bir siyosiy engishlarimiz. Buni qanday foydalanamiz? Bunga qanday kuch qo'shimiz? Buni qanday kuchlantiramiz? Bu to'g'riliq fikr qilsak, buni kuchlantirsak, inayet yaxshi bo'ladi. Elqa men Uyg'ur degan nimadimi? U bir vosita. Uni Twitter orqali qarindoshlarimiz bir kun tartibga kelib qismi shuningdimi gap topib qoladi. Gap topadiganlar tepiverdi. Hatta ki üzüqqa iştimi tapıdıganlar. Çünkü onun kalısında gap tepishdan boshqa narsa yo'q. İş qiladigan metod yo'q. İş qila oladigan metod yo'q. Formula yo'q, fikir yo'q. Shuning uchun ular boshqalarning qilgan ishini qusur topadigan alaydilik var, hasadxo'rlik var, pishnoxo'rlik var, nadonlik var. Unda nadonlar bir Xitoyning jasusidan, anda nadondan birisi olsa yetib eshiyotidu. Bir Xitoyning jasus qilamagan ishni o bijnodan shu qilyotidi. Shuning uchun nadonlarni ayirishni, hasadxo'rlikni ayirishni, pishnoxo'rlarni ayirishni bilishimiz kerak. Ularning gibi pisatma qilmasimiz. Chunki ularni e'tiboriga olgan vaqtda ular mening to'g'ri ekan, mening gapimga javob qildi, men bulani qistalabdiman, men bulani chikindiralabdiman, bulani susipalabdiman deydi. Shunda bir adam bir ish qilib bir bayroqni ko'tarib yoki bo'lmasa bir jamoatning oldiga o'tib shunda bidakorlik qilsa, voy oq qoldi, ko'k qoldi, voy do'yin ishiltibdi, voy uning uyi oqgan, kuyi ko'kkan, u kam bu kam deb haqning gapining oqidan gap tepishga urinib turdi. Chunki bir millatning, jamoatning xizmatini qilgan bir insonga nisbatan bir aql bir inson shunda debdiki, agar sen jamoatning xizmatini qilman desang, sen obro'yingning yerimini sadaq qilib ver debdiki. Demak, şu obro'yimizga, oy-tavotlarga, o'zimizga har xil bo'ktonlar, har xil gaplar, har xil shakldagi narsalar keladi qarindosh. Shuning uchun
bununla tayyorligimiz bilan o'tirib chiqsakchi, bizni hech kim hech nima qilolmaydi. Agar tayyorliksiz tursakchi deganda, har kim kichik o'zimizni ahmoq qiladi. Shuning uchun qarindoshlarim, biz bu ishning to'g'riligini bilgandan keyin to'xtabdi. Hozirgi siyosiy vaziyatimizga nisbatan ma vosita bo'ldi. Unda bo'lsa men bu vositani endi turay. Men buning uchun kuch qo'shay, buningga vaqtimni ajratay, zehnimni ajratay deb buning uchun ichi qalsak nayt yaxshi. Xitoyning maqsadi o'tirimizga ixtilof tug'dirish orqali kuchimizni parchalash, zehnimizni parchalash. O'tirga chiqib xalqqa boshlamchilik qilayotgan insonlarimizni e'tiborsizlashtirish, ularga to'kmat qilish, ularni ojizlashtirish. Ikkinchi hech kim xalqqa boshlamchilik qilish, xalq fidokorlik ro'yini o'ttirish. Shuning uchun bizning xalqimizning ichida qahramonlar chiqsin, uning oila tavobatlarini, uning sulolasiini, uning avlodlarini qirib etish orqali deganda bir insonlarning qahramonlik qilish ro'yini o'ttiradi Xitoycha. Shuning uchun muhojiratda o'ttirilmaydi. Muhojirat qilinmaydi. Vatanimizni qilayotgan ishni muhojirat qilinmaydi. Shuning uchun biz muhojiratda va xalqimiz ishidan qahramonlarimizni tarbiyalashimiz, yo'lboshchilarimizni tarbiyalashimiz va ularni jon kuch qo'shib qo'llab ularni o'tirib chiqishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida xalq yetaksiz qolmaydi. Anadan keyin yetakchilik qilgan odammi mayliqi ko'ngli ishmaydigan yoki o'tirib qoladigan yoki bo'lsa meyusini qolgan ish bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, biz qilayotgan ishimizning qanday foydasi va ziyinini qarashimiz, ko'rishimiz, kim nim desa, deb 5-4 yerdan ovoz chiqarsam, uni dilg'ol olmaysangiz kerak. Biz kimning nima da'vatqanligini, shu da'vat odamning kim ekanligini, u odam bir sog'lommi, sog'lom emasmi? Chunki hozirgi ma'vo kayfiyatimizga ta'sir qilgan ahvollarning naydi jiq eg'irligidan sababdan ba'zi insonlarning psixologiyasida biroz ketib qolganligini ko'ryapmiz. Shuning uchun Alloh shifo qilsin deyman qarindoshlarim. Shuning uchun men demoqchi o'g'lim, bu odam psixologik shataqmi? Yoki bo'lmasa sal hasadxo'rmi? yo pishniqo'rmi? Yoki bo'lmasa bir o'zining g'ayr boshqa shaklda bir ko'z qarashi va yoki bo'lmasa shu kishini qilayotgan bir insonmi? Bundan qaralsak yaxshi javob berishalaymiz deb o'ylayman. Shuning uchun yuzaki oldimizdagi gapga yoki oldimizga kelgan voy deb g'alvaga emas, uning keyingi ko'rinishiga qarab turib javob bera olsak, analiz qila olsak yaxshi deb qaraman. Ko'p sonli qarindoshimiz yaxshi biz Facebook'dagi kichikdan maydon qarablam, xalqimizning avvali bu ekan deb buni baho bersak bo'lmaydi. U bir tarmoq, kichik bir yeri. Uyg'ur jamiyatining bir kichik bölgesi. Ama u hamma emas. Uning uchun yaxshi qilayotgan, vatan millat uchun jinini, milini, hayotini taqdim qilayotgan insonlarni ko'ryapmiz qarindoshlar. Shuning uchun biz umidsizlanmasligimiz kerak. Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari va Xitoy tajovuzchilari ishlayotgan Xitoy g'olchilari va cho nadallar. Bulardan boshqa bizning dushmanimiz yo'q. Onun uchun biz bütün vücudumuzni, aqlimizni, fikrimizni birga markazlashtirish orqali men bu ishga qanchalik kuch qo'sha olaman. Men bu ishga qanchalik bu faoliyatga yaxshi bir ish chiqamiz, men bundan qanchalik ovoz qata olaman. Ya ovoz qatanmasammi, bir shaxsida buningga qarshi turmay, yoki bo'lmasa buni qo'llash turanmasammi, vaqtim, zehnim nimam yetmasa, o'zimning ishini qilib turay. Buning to'salg'i olmay, dish ro'yimizni yetildiralsak yaxshi deb qarayman qarindoshlarim. Gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xatolar qilib qolsin. Gapni 10 minut degan yana o'zgarib ketib qoldi. Aybga burmanglar. Alloh hammani o'z fanoida saqlasin. Hammamizning aqli uchun joyida qilsin. Xitoy tajovuzlariga qarshi hammamiz o'zimizning qo'lidan keladigan imkoniyatimiz yar bergan ishlarda qilishni nasib qilsin deyman. Janob Alloh tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.